tomni yopdilaring, tunukasini ham qildilaring. Endi akalar sizlar buni issig'iga loy bosolmaysizlar, yo boshqa qilolmaysizlar. Miyalaring qatiyapti, nima qilishni bilmayapsizlarmi? Akalar, men sizlarga zo'r yangilik topib qo'ydim. Hozir Namanganga yetib kelganman, toshkentlik usta akalarimiz tomonidan mana shunaqa penalar sochib berishyapti. Ko'rishlaring mumkin, 450 kvadrat joy ekan. Ana xuddi shunaqangi penalarni sochib berishadi. Bu afzalliklari nimada deydigan bo'lsalaring, birinchi o'rinda sizlar bunaqa tomlaringga loy bosolmaysizlar. O'zlari kelishadi, hamma yo'qlari bilan kelib, shunaqa qilib chiroyli qilib sochib berib ketishadi. Bunda uylaring uchiplit bo'ladi, issiq sovuqdan saqlanadi. Yana ham bundan ham tashqari, hali kuzda boshqa narsa qilsalaring terlab qolmaydi, yo boshqa bo'lmaydi. Juda ham ko'p afzalliklari bor. Buni qalinligi, zichligiga qarab usta akalarimiz o'zlari sachib berishar ekan. Narxiga ko'targanlaring sari sifati oshib boraveradi. 8 dollardan 11 dollargacha 1 kvadratini sochib berishar ekan. Hozir ushbu joyimiz 450 kvadrat joy bo'lgan ekan. Mana ko'rishlaring mumkin, ushbu joyda qilib berishar ekan. O'rtacha mana shunaqa 400 kvadratli joyda 3 kun, uzog'i 4 kunga qolmay bemalol bitirib berishar ekan. Kim mana shunaqa ishi bo'ladigan bo'lsa, kim tomini mana shunaqa nima deydi, uchiplit qilmoqchi bo'lsa, tunuka tomi bo'lsa, o'ylayotganlar bo'lsa, akalar ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, to'liq va chiroyli ma'lumotlar beriladi. Usta akalarimiz tomonidan. Akalarimiz ancha yillik tajribaga ega, o'zlarining sohalarining mutaxassislari hisoblanadi. Sizlarga o'z joylaringni ko'rgan holatda fikrlar berishadi, takliflar berishadi, o'shunga qarab chiroyli qilib berishadi. Va yana buni bitta plus tomonlaridan biri, akalar ochiq joylari qolmaydi. Germetika qilganday hamma joylari bekishib ketadi. Bemalol bu uyda keyin yashasalaring bo'laveradi. Tunukani issiq urmaydi. Katta zdaniyalaring bo'lsa ham aloqaga chiqinglar, zdaniyalarga ham chegirmaning narxlarda usta akalarimiz qilib berishar ekan. Ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, to'liq va chiroyli ma'lumotlar berishadi. Usta akalarimiz o'zlari qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram, barcha ijtimoiy tarmoqlar bor.